Barchaga assalomu alaykum sizlar. Bu men sizlar bilan ingliz tili o'rgatuvchisi. Bugun biz sizlar bilan an artikllar, ya'ni noaniq artikllarni o'rganamiz. An artikllar. Bu artikllar noaniq artikl bo'lib, bunda asosan atoqsiz zotlar yoki kasblar oldidan ishlatiladi. Qani ko'rib chiqsak, rejaga o'tib ketsa. Birolar rejaga o'tib ketamiz. Artikli asosan undosh harf bilan boshlangan so'zlarga ishlatiladi. So'zlarga ishlatilinadi. Artikli asosan undosh harf bilan boshlangan so'zlarga ishlatiladi. Misol uchun book, misol uchun turli xil kasblar, masalan doctor va pilot. Pilot bu uchuvchi degan ma'noni anglatadi. Agar bilmasanglar daftaringlarga yozib qo'yish esinglardan chiqmasin. Doktorni hamma bilsa kerak, bu shifokor. Shifokor, bookni hamma biladi. Aytib o'tirish shart emas. Artikli undosh harf bilan boshlangan so'zlarga ishlatiladi. Mana book, doctor, pilot. Book, doctor, pilot kabi so'zlar undosh harf bilan boshlangan. Shunday so'zlarga artikl ishlatiladi. Buni yozib qo'ygan yaxshi, chunki bu juda ham kerakli narsa. Ana endi an artikliga o'tsak. An artikli. Bu artikl asosan unli harflar bilan boshlangan so'zlarga ishlatilinadi. Bunday so'zlarga misol uchun deb yozib qo'yaylik. Misol uchun bunday so'zlarga misol uchun Yandex deylik. Aytishi yodimdan ko'tarilibdi. Unli harflariga a harfi, i, o, y, va u, I harflari kiradi. Aytishlari mumkin, y nega kirmadi deb. Chunki y harfi o'zbek tili emas, bu ingliz tili. Ingliz tilida y harfi unli harf hisoblanadi. Buning uchun so'zlar onion. Bu piyoz degani. Onion va elephant. Bu fil degan ma'noni anglatadi. Noto'g'ri yozib qo'yibman. Elephant, onion, elephant va yana va English.
Shu kabi so'zlar qo'llaniladi. Bu so'zlarning oldida albatta n artikli qo'yiladi. An onion, an elephant, an English. Ko'rishinglar mumkin. E harfiga esa car, a book, a mouse, noto'g'ri yozilyapti. Mouse. Shu kabi so'zlar kiradi. Ana endi gaplar tuzishni o'rganamiz. Ushbu mavzuga oid gaplar. E harfiga gaplar. E artikli harfiga gaplar. Ikki nuqta va ketdi. Masalan, I am a pupil. I'm a pupil. Va I am a doctor. I am a pilot. Va boshqa kasblarni aytish mumkin. Endi n harfiga gaplarni tuzishni boshlasak. N harfiga gaplar. N harfiga gaplar. Cake. I bake. Nima bo'lishi mumkin? I cook. An yellow pie. Bilmaganlar uchun pie bu pirog. Pirog degan ma'noni aytadi. Ana ikkala mavzuga oid gaplar ham tuzib oldik. Ana endi bu artikllarga qanday zamon ishlatishni aytsak. Bu artikllarga asosan to be yoki present simple present continuous kabi zamonlarga ishlatiladi. Ushbu zamonlarni biz turli keyingi mavzularda o'tamiz. Hozircha eng osondan boshlaymiz, ya'ni an artikli. Artiklar. Bugungi mavzumiz mana shunday edi. Siz kechagina aqlliroqsiz.
siz kechagidan aqlliroqsiz. Chunki siz bugun bitta ma'lumot siz kechagidan aqlliroqsiz. Chunki bugun bitta ma'lumotni miyangizga kiritsangiz, siz bu videoni tomosha qilayotganingizda siz o'zingizni ingliz tiliga bag'ishlangandek his qilyapsiz. Chunki bu video ingliz tilini o'rganadiganlar uchun. Hammaga xayr.